Bu do'konda ham assortiment juda ham ko'p, ham narxlari arzon. Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Arzon bozordagi shampun va moshi sredstva sotadigan do'konimizga kelganmiz. Hozir men sizlarni narx-navo bilan tanishtiraman. O'zingizlar otgan joy bilan bitta solishtirib ko'rasizlar. Hindistonning Trichap shampunlari 200 grammligi 26 ming so'm, 400 milligramligi 45 ming so'm. Bu yerda mana katta 700 milligramligi bor, bu narxi 68 ming so'm. Koreyskiy kerak shampunlari 62 ming so'm. Bularning ham assortimenti juda ham ko'p, har xillari bor. Bular ham koreyskiy shampunlar, oxirgi paytlarda trend bo'layotgan shampun. Narxi 182 ming so'mdan. Bu yerda mana har xil shampunlar bor, ko'rishingiz mumkin. Siz o'zingiz qanaqasini ishlatasiz? Bu haqida kommentariyada yozib qoldirsangiz, men narxlarini yozib chiqaman. Bu yerda mana moshi sredstvalar oshxonalarga, sanuzellarga ishlatish uchun yaxshi kimyoviy vositalar qo'shilganlari. Rossiya 33 ming so'm, 24 ming so'm. Bu yerda mana Turkiyaniki bor 75 ming so'm. Bular ham Rossiyaniki 33 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin. Ultra Blisk 1 kilo bo'ladi. Bundan tashqari mana har xil assortimentlar bor. Ko'proq qaysi mahsulotlarni ishlatasizlar? Mana vanishlar 30 ming so'mdan. Bu yerda mana Pink firmasiniki bor. Komplektini ko'rsataman. Bu yerda mana jidkiy kir yuvish vositalari. Mana bu yerda parasholar. Har xil davlatdan keladigan original bular, podelka emas glavniysi. Persil, Ariel, Mif, rossiyskiylar. Mana bu yerda o'sha suyuklari. Bular ham o'sha original yaxshilari mana. 150 ming so'm. Yuvayotganingizda mana bu qo'shimchalardan qo'shib olsangiz, kiyimdan yaxshi hid kelib turadi. Bular narxi 50 ming so'm, 60 ming so'm. Bu yerda mana 100 mingligi bor kattalari. Ko'rishingiz mumkin, 80 ming so'mligi bor. Buni ham har xili bor. Mana kichkinalari ham bor, xohlasanglar. Kattalari ham bor mana. Ko'proq yetsin desanglar, mana 100 ming so'mga olib qo'ysanglar, anchaga yetadi bu. Bularning ham assortimenti ko'p. Kapsula 3 tasi birda, ichida 60 ta bo'ladi. 180 ming so'm katta pochkada. Buni har xili bor. Bundan tashqari mana persil ichida 42 ta bo'ladi, 100 ming so'm. Bu yerda mana parfumlilari bor, 105 ming so'm. Eronning parasholari, persil 105 ming so'm 3 kilo. Hop, buni 5 kiloligi bor, 175 ming so'm. Biz parashoga 10 kilosi 200 ming so'm. Bu yerda mana koreyskiy Coupon Plus 9 kilo bo'ladi. Buni narxi 300 ming so'm. Bundan tashqari har xillari bor. Siz qanaqasini ishlatasiz? Bu to'g'risida ham kommentariyada yozib keting. Bavining kichkinasi 60 grammligi 7 ming so'm. Bu yerda mana 300 grammligi 34 ming so'm. 1 kiloliklari 88 ming so'mdan. Bu videoni o'zingizlarning yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Arzon bozor kelib, barakali bozorlik qilib ketsanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz Toshkent shahri Yangi Toshmini postidan o'tishinglar bilan 200 metrdan keyin o'ng qo'lingizda Arzon bozor deb yozilgan. Pastda nomerni yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammalarni Arzon bozorda kutamiz.